Bu ham yoqmadimi? Yo'q. Burni qiyshiqroqmi? Qani qiyshiqligi? Qiyshiqmas-ku, chiroyli qiz-ku, tavba. Qiyshiq. Ko'rinib turibdi-ku qiyshiq burni. Bo'pti, hozir boshqasini ko'rsataman sizga. Bunisini ko'ring mana. Chiroyli. Yo'q, bu ham bo'lmaydi, keyin. Yosh katta ko'rinadi. Yosh katta emas buni, 2006-yil qiz bo'lsa. Shundoq ham 2006-yilda katta ko'rinadi. 2-3 yildan keyin kafil bo'lib qoladi. Hozir boshqasini ko'rsataman bo'lmasa. Yo'qmi, birortasi. Mana buni qarang. Asal qiz qarang. Bu ham bo'lmaydi. Nimasi bo'lmaydi? Men bu qiz bilan gaplashganman. Bo'lmaydi keyin. Boshqasi yo'qmi? Yo'q, boshqasi tugadi. Ko'proq variant topish kerak keyin. Bu taxminan 100-chisi. Bundan ortiq bo'lmasa kerak menimcha. Qidiring keyin. Qidiring, chiqar. Men boshqa qidirmayman. Ana mahallada ham, qarindosh-urug'larda ham umuman qiz qolgani yo'q o'zi. Dugonalarimni umuman aytmasa ham bo'ladi. Endi bittasini tanlash kerak edi, yuravermasdan. Yoqmagandan keyin yoqma deyman-da keyin. A few moments later. Bo'lajak kelin rasmini ko'rsatmadingizmi? Ko'rmadim. Ha. Qani? Hozir. Voy, shu qizmi? Buni qishiroqmi? Yo'q, keyin. Yoshi nechta? Sizdan kattaga o'xshaydi-ku. Nechichi? 2004. Voy. 2004 shunaqa katta ko'rinadimi? Lekin 2004 dan ancha katta ko'rinar ekan. Katta qiz deb o'ylabmi? Yo'q, keyin katta ko'rinmaydi-yu. Hazillashdim. Qo'rqib ketganingizni qarang. Chiroyli ekan. Baxtli bo'linglar.